Agar sizda quloqda shovqin bo'lsa, ko'z nuri pasaygan bo'lsa, xira ko'rayotgan bo'lsangiz, boshingizda surunkali og'riq, uyqusizlik qiynayotgan bo'lsa, ichingiz qotayotgan bo'lsa, oyoq qo'lda darmon yo'q bo'layotgan bo'lsa, qon bosim oshib pasayayotgan bo'lsa, umumiy holsizlik, kayfiyat yo'q bo'layotgan bo'lsa, buni faqatgina bitta sababi bor. Bu ham bo'lsa, jigarni yog' bosib qolishligi, o'tni safron bilan qolishligi. Buning uchun o'ta ko'p dori ichish shart emas, chunki dorini jigar yoqtirmaydi. Har qanday kimyo dori jigarning dushmani hisoblanadi. Ayniqsa og'riq qoldiruvchilar. Uyqu dorilar umuman jigar dushmani hisoblanadi. Qon bosim tushiruvchi dori-darmonlar ham jigarga zarar keltiradi. Buning uchun oddiygina retsept, tabiiy retsept bu oshqovoq retsepti. Oshqovoq juda ham ko'p hozir, arzon. Oshqovoqni olib, mantiq oshqonida dimlaysiz, behi va olma bilan, lavlagi bilan shuni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, jigar tozalanadi, sog'lom bo'lasiz, salomat bo'linglar.